Jamiyatimizda bir bola necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar unga jim tur deyish odatiy hol. Okey bu. U fikr bildirmasligi, ayniqsa katta odamning gapiga yo'q demasligi kerak. Chunki kattalarning gapi to'g'ri, ular doim haq. Lekin shunchaki yoshing kichik bo'lgani uchun fikring noto'g'rimi? Nima uchun biz bola kichkinaligidan undan itoatkorlikni kutamiz, ammo u ulg'aygach undan mas'uliyat, mustaqil fikr, shaxsiy qarorlar, tafakkur kutamiz. Fikr bildirgan bola bu tarbiyasizmi? O'zini fikrini aytgan bola bu tarbiya ko'rmagan emas. Aksincha u o'ylayapti, atrofni kuzatyapti, savollar beryapti. Bu tarbiyaning yo'qligi emas, balki tarbiyaning mahsulidir. Fikr aytadigan bola hayot bilan qiziqyapti. Bu juda ham yaxshi. Chunki jim yurgan, so'roq qilmagan, o'z haq-huquqi uchun kurashmagan odamdan jamiyatda ijodkor, lider, adolatparvar odam chiqmaydi. O'zi biz nimani tarbiya deb o'ylaymiz? Agar bola kattaning har bir so'ziga xo'p deb ishini bajarsa, bu tarbiya. O'ziga og'irlik qilayotgan noqulay vaziyatda ham boshini egib yuraversa, bu sabr. Jamiyatga qanday bola kerak? Barcha so'ralganini bajaradigan, har doim bosh egadigan, har safar xo'p deydigan avlodmi? Yoki o'z fikrini ayta oladigan, adolatni so'ray oladigan, nohaqlikka qarshi chiqadigan bola kerakmi? Shunday bo'lsa, unda ularni tarbiya ko'rmagan emas, balki o'z fikriga ega deb tan olaylik. Bola fikr bildirganda uni jim qilish o'rniga fikrni eshitaylik. Axir bir kun kelib biz o'sha bolalarning qarorlariga suyanishimizga to'g'ri keladi. Siz farzandingizga qanday tarbiya beryapsiz? Bu haqda fikrlaringizni yozib qoldiring va albatta Instagram sahifamizga obuna bo'ling.